Necha litr sut beryapti hozirgi kunda? 35-45 ta. Ozuqa tarkibida nima bor? Mana makkajo'xori silosini ko'rdik. Obeddan o'zi, bir mahal ozuqasini o'zi 150 ming so'm mol boshiga. Ajoyib, ajoyib. Otasi, onasi o'sha buni o'zi asli zoti flekki zoti. Faqat Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, sigir umuman do'stlar firma ishqibozlari mana bugun zamonaviy molxonani qurilishi va qurilish strukturasi qanday qurilganligi haqida bugun sizlarga qisqacha video qilib beramiz. Videomiz eksklyuziv bo'ladi do'stlar. Zamonaviy molxona qanday qurilgan, molga qanaqa sharoitlar qilingan hammasini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek do'stlar, narxi 70 million so'mdan kam bo'lmagan semental sigirlar. Bular do'stlar birinchi qoringa hali sog'ini ham bor, asosan g'unajini ham bor. Mollar ko'rishingiz mumkin, arzon narsa emas do'stlar. Hammamizga mana shu Alloh mana shunday katta firmalarda mollarni boqish nasib qilsin. Semental sigirlar do'stlar. Hozir bularni bir qator mana bu yerda sog'ilyapti. Juda ham yuvosh, ajoyib jonivorlar. Molxonamiz haqida qisqacha gapirib o'tib ketamiz do'stlar. Molxonaning asosiy narsa mana bu yerda oxir degan narsa yo'q. Oxir degan narsa yo'q do'stlar. Shunaqa beton ustiga mana shunaqa ozuqa to'kiladi, mollarni o'zi yeyaveradi. Hammasi. Keyingi etapda do'stlar aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda molxonani mana bu turbasi, molni bo'yinda tegib turadigan joyi, mana bu turbadan bir qarish bu yoqqa, ya'ni 20 santimetrdan ziyodroq chiqqan. Ya'ni bu mol o't yegan vaqti mana bo'yni turbaga qadal mana bu yer yara bo'lmasligi uchun. Mana bu mollarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bu yer tekkan, endi boshida qanday mana boshida mana bu yerda bo'lgan, bu molxona mana bu yerda bo'lgan. Yaqinroq ko'rsat. Mana bu turba do'stlar mana bu yerda bo'lgan. Va bu mol yegandan keyin mana bu bo'ynini ko'rsat, mana bu molni. Bo'yni yegandan keyin bo'yni tiyib do'stlar u yara bo'lgan. Shuni evaziga bu 20 santimetr bu yoqqa chiqish kerak. Katta-katta molxonalarda mana shunday quriladi. Keyingi etapda aytib o'tamiz do'stlar, albatta sigirlar uchun qarshiladigan zamonaviy uskunalar va yozgi kun uchun shamollash ventilyatsiyalari. Va do'stlar, keyingi etapda ko'rishingiz mumkin, har bitta sigirni kirib yotishi uchun alohida mo'ljallangan o'sha jahon standartlariga mos keladigan joylar. Bu joylar nima uchun qilinadi? Bitta sigir kirib dam olayotgan vaqtda ikkinchisi xalaqit bermasligi uchun. Va do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu kattaklarga kirib mol kirib yotganda mol u yoqqa axlatib chiqa olmaydi. Mana aylar ko'rishingiz mumkin, axlat bu yoqda. Mol yotgan vaqtda orqasi bu yoqqa qarab turadi, axlat u yoqqa bormaydi. Shuni do'stlar, shuni evaziga yotadigan joy har doim quruq bo'ladi. Sigirlarda do'stlar u yerga kirib siygan taqdirda ham o'sha siydik bu yoqqa tushadi. Va keyingi etapda do'stlar mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda, menga bitta yerda. Mana do'stlar, mana bu yerda iminni o'sha molni go'ngini tortib ketish uchun mana bunaqa narsalar qilingan. Mana hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz buni. Yoqqa tortib uyiladi. Do'stlar, o'sha yoqdan chiqib ketadi. Hammasi do'stlar rejalashtirilgan. Sigirlarni ko'rishingiz mumkin. Molxonani do'stlar qurilishini ko'rdingiz. Bu yoqda hozir ko'rsatib o'tamiz. Hali bu molxonamizga to'liq mollar kelib kirmagan. Mana bu yoqda sigirlarni kirgizib bir qator hammasini sog'adigan joylari ham bor. Sigirni sog'adigan joylar va hozir do'stlar sizga u yoqda buzoqlarga ham adenda qilingan joylar bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Molxona kattaligini ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bu o'rtada yuradigan joy bemalol o'sha zamonaviy meshalkalar, traktorlar kirib mollarning oldiga o'zlariga ozuqa solinadi. Hali bu molxonamiz to'laqonli bitmagan do'stlar, hali qurilish jarayoni davom etyapti. Hozir sizga bir eksklyuziv video bo'lishini tayyorlab beryapmiz. Ko'p odamga motivatsiya bo'ladi. Shaxsan o'zim ham mol boqqan odam sigir qilib, misol uchun firma qilishni orzu qilaman. Mana shunday katta-katta firmalarni qilish hammamizga nasib qilsin do'stlar. Bu yoqda ham qurilish ishlari bo'lyapti. Bular ayni biz o'sha buzoqlar uchun mo'ljallangan xonalar bo'ladi. Mana buzoqlarga do'stlar adenda qilinadigan joylar. Hammasi do'stlar hali bu yoqda qurilish ishlari davom etyapti. Keyingi etapda bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bu yoqda ham shu buzoqlarga mo'ljallangan joylar. Hozir sizga tashqariga chiqib, tashqaridan sigirlarni yozda chiqib aylanib yuradigan zagonlarni, kun isigan vaqtda aylanadigan zagonlarni ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana shu yerda turgan sigirlar qanaqa ozuqa yeyapti, nimalar yeyapti, ular haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketamiz.
Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mollar kun isigan vaqtda mana shu yerlarga chiqib bemalol qishda ham yozda ham zagon sifatida foydalansa bo'ladi. Tagi hammasi stejga qilingan beton. Ko'pchilik so'raydi, molni tagiga beton qilish kerakmi, g'isht qilish kerakmi deb fikrni bildirishadi. Do'stlar, stejga qilsangiz, misol uchun tagini quruq ushlab turishingiz kerak. G'isht qilgan taqdiringizda ham do'stlar tagini apelkalar bilan zagon qilgan holatda apelkalar bilan quruq narsalar bilan molxonani ta'minlab turishingiz kerak. Yana do'stlar bitta e'tibor beradigan jihati molxona tog' bag'rida qurilgan. Boyagi aytadi-ku ulkan tog' bag'rida deb. Juda ham do'stlar chiroyli joyda molxonamiz qurilgan. Ana bu yoqda ham do'stlar o'sha mollarni chiqishi uchun mo'ljallangan zagonlar, hamma narsa bor. Bu molxona tog' bag'rida noldan qurilyapti do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, atrof juda ham ajoyib. Tog', mana qorni qarang do'stlar. Ko'p joyda qor yoqqan yo'q, bu yerda qori hali ham turibdi. Hozir do'stlar sizga molxonaning asosiy qismi bo'lgan, ya'ni qurilishi, firmaga qancha xarajat ketgan, nech pul bo'lgan, hammasi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Buni do'stlar Yemenni molxonani ko'rsatish uchun usta akalarimizni olib kelib, mana shu firmani qurgan usta akalarimizdan do'stlar to'liq ma'lumot olamiz. Mana bu molxonaning ichida ham do'stlar mana bu yerda mol yuradigan joy asosan beton qilingan. Bu yerda sigirlar yotmaydi, faqat turib kelib mana bu yerga ozuqasini yeydida, u yoqqa chiqib yotadi do'stlar. Ana shu mol yotadigan joylariga apelka, simichkani po'stlog'i yoki bo'lmasam shunga o'xshash quruq narsalar to'shaladi. Hamma narsasi. Ko'rishingiz mumkin, har bitta mollar suv ichadigan joylariga mana shunaqa krayniklar qo'yib, suvlar desmi eng asosiy do'stlar mazza qiladigan joyi molxonani mana tom qismi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib, hashamatli tarzda qurilgan. Mana shu molxonani tomini, ya'ni firmani qurib yurgan, umuman mana shu temirdan nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilgan usta akamizdan to'liq ma'lumot hozir olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Bu molxonamizni mana shu usta akamiz qurgan. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Xo'p, bu molxonamizni proyektga keladigan bo'lsak, bu molxonamiz uzunligi 100 metr. Eniga 20 metr bo'lib, lombos variantda qurib berganmiz. Ko'rsatishingiz mumkin. Bunga qamish tashab, vasta tashab, loyam bossa bo'laveradi. Xolasa bosadi, xolasa bosmaydi. Lombos variantda qilib berganmiz, konteyner profildan. Hop, bu summasiga keladigan bo'lsa 1 kvadratini 220 mingdan yasab berganmiz. 220 mingga nima kiradi deb savollar ko'p uchraydi. 220 mingga nima kiradi? Hop, bu stolkasi-yu, tepa firmalar Ponni. Servich kirmaydi, servichini uy egasi olib bergan, bonusiga qatirib berganmiz. Mana bu esa kraska qilingan ekan, usta aka. Kraska qilingan variant. Ha. Kraskasini siz qilib bergansizmi yo o'zlaridan qilingan? Kraskasini ham o'zimiz qilib berganmiz. Shu 220 mingning ichida kraskasini o'zimiz olib, o'zimiz shu ko'rinishga kraskasi ham sizlardan bo'lgan. Kraskasi ham o'zimizdan bo'lgan. Do'stlar, kraskasini o'zi ham usta akalarimizdan bo'lgan. Kraska qilib berish ham, kraskani o'zi ham. Endi aka, ko'pchilik hozir bu konteynerdan tom yopib beryapti. Kimdir aytadi 170 ming so'mdan 250 ming so'mgacha deydi, 180 ming so'mdan 250 ming so'mgacha deydi. Sizlarning xizmatlaringiz qanday bo'ladi? Xo'p, bizning xizmatimiz endi summasi 180 mingdan boshlanadi 250 minggacha. 180 mingligi qanaqa deydiganlarga 180 mingligi endi xo'p, bir tarafi devor bo'ladi ko'pchilikniki yoki ikki tarafi devor bo'ladi. Faqat tomini qilib ber deydi. Faqat anosini to'sinlarini tashab ber deydi. Shu bo'ladigan joylarimiz 180 mingdan boshlanib, quruq yer bo'ladigan bo'lsa, shu 210-220 gacha qarab ketilaveradi. O'sha joyga qarab o'zgaraveradi material. Quruq yerda mana bunaqa ustunlarni qo'yib, noldan firma ko'tarish xizmati qimmatroq bo'ladi. 220-230 shunday atrofida. Agar misol uchun sizda qanaqadir katta zdaniya o'zi atrofiga misol uchun zdaniyalarni g'isht bilan ko'tarib, oxirgi qavatiga, o'z tomiga konteyner yopish kerak bo'ladi. O'shanday holatlarda do'stlar arzonroq bo'ladi. Shunaqa. Mana bu ustunlar bo'lmaganiga evaziga. Endi ustaga hozirgi kunda bu konteyner materialdan tom yopib berish juda ham ommalashib ketdi hozirgi kunda. Kimdir aytadi metrga hisoblab qilib ber deydi. Kimdir misol uchun kvadratga hisoblab ber deydi. Siz shaxsan usta sifatida
qaysi misol uchun qildiradigan odamga arzonroq yoki bo'lmasa qulayroq tushadi deb o'ylaysiz? Xo'p, endi metr bilan kvadrat qanday farq qiladi deydiganga, metr bilan kvadrat o'zi bir xil chiqadi. Xolasa metriga 18 mingdan 19 minggacha qilib beraveramiz. Uydagiz faqat pul sanaydi. Biz materialda hamma mahsulot o'zimizdan, bolgarka toshi-yu, u yerdan rasxod olib kelib, o'ndan usta haqi hammasi kirib ketadi. 19 ming, 18 ming ichiga 1 metr. Hozirgi moment shunaqa, qishki. Ertaga yozda o'zgaradi u narxlar. Kvadratiga bo'ladigan bo'lsa, shu 180 mingdan 200 ming, 250 minggacha ketaveradi. U metrga kirmaydi-da, joyga kiradi. Joyga. Yerda o'lchamiga kiradi. Yana do'stlar, kimdir misol uchun mana bu molxonamizda aytib o'tdik, misol orasiga vassalar qo'yib, loy bossa ham bo'ladi. Bemalol ko'taradi. Mana bu yoqlar orasi shunday qilib mustahkam qurilgan. Agar kimgadir loy bosish shart emas bo'ladi va skladlarga, garajlarga, ular do'stlar arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Endi bu двойной xori deyiladi. Ko'rshatishingiz mumkin. Mana tayi narvonlik. Bunga loy bosadi. Agar yo'q, menga bunaqa narvonlik kerak emas, yengil konstruksiya qilib ber deydigan bo'lsa, biz o'zimiz tayda narvonni qilmaymiz, sal yengilroq variantlarni qilib berib, kelishilgan holda qilib beraveramiz. Pulini arzon qilib. Pullar hamma narsasi arzon bo'ladi do'stlar. Usta xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, firma qurish haqida ko'plab, misol uchun maslahatlar deysizmi do'stlar, qanday quriladi, nima ishlar qilinadi, hammasi haqida akamizdan pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib maslahat so'rasangiz bo'ladi do'stlar. Mana firma ko'rishingiz mumkin, faqat shu joy tomsiz tasavvur qilib ko'ring, tomini qanday yopganligiga bir mahoratiga o'zingiz bir baho bering do'stlar. Hozir mana bu sigirlarni do'stlar sog'ilishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga kelasiz. Mana semental sigirlar, lekin aniq bu boshqa joydan kelgan. Bunaqa sigirlarni do'stlar anchadan beri ko'rganim yo'q. Chetdan kelgan. Chiplariga qarang, chiplariga. Hali molxonamiz to'lgan yo'q. Yaqin o'rtada yana to'ldirishadi xazanlari molni. Sovuqlik uchun hozir olib kirgan yo'q. Balki boshlanishiga olib keldi. Shunday. Boshlanishiga kelgan do'stlar hozir sog'iladigan joyga ham o'tkazmasdan sog'ilyapti. Sut ham o'ta qo'yoq ekan lekin. Suti yog'li juda ham. Necha litr sut beryapti hozirgi kunda? 35-45 ta. Ozuqa tarkibida nima bor? Mana makkajo'xori silosini ko'rdik. Aminokislotalar bor, proteinni qo'shamiz. Hammasini oqsin. Qaynatilgan tuxumni maydalangani. Tuxumni qaynatib maydalangani. Ajoyib, ajoyib. Buni retseptini hozir so'mga hisoblasam, bitta abita 150 ming 200 ming so'm. Bitta abitning o'zi, bir mahal ozuqasini o'zi 150 ming so'm. Mol boshiga. Ajoyib, ajoyib. Bu mollar o'zi qayerdan kelgan shu? Avstriyadan. Avstriyadan kelgan. Pasportlari ham bor. Pasportlardan, avstriyskiy semental. Ajoyib. Yo'q, bular bizda noto'g'ri, ularga ta'sir qiladi. Bularning zoti o'zi aslida flekfi zotlar. Bular aslida flekfi zot. Flekfi zot deyiladi. Semental urug'lantirish bo'lgan. Semental urug'lantirish bo'lgan. Buni zoti bu hamma, chunki o'zi semental bir tur bo'lsa, bularning o'sha zotlari asosiy semental tur, lekin flekfi zoti. Zo'r. Avstriyskiy mollar. Avstriyskiy mollar. Bizda iqlimga juda ham moslashadigan, eng ham sut yo'nalishida, ham go'sht yo'nalishida eng lider bo'lgan zotlardan bittasi bu semental zot hisoblanadi. Har bir chorvador qiziqadi bu narsaga, buqasini boqishga qiziqadi, do'stlar, sigir boqishga endi aytmasa ham bo'ladi. Mana bular hozir g'unajinda do'stlar, mana bu g'unajin 950 1 tonnadan ziyod keladigan g'unajinlar, sog'iladigan sigirlar. 30 litrdan 35 litrgacha sut beryapti hozir kunda. Ozuqa tarkibi ham juda ham zo'r. Fermaning qurilishi ham juda ham ajoyib do'stlar. Hamma narsasi o'ta darajada zo'r.